Assalomu alaykum akalar, ukalar. Bu video cho'pon akalar va biznes akalar uchun. Biznesmen akalar uchun. Mana ko'rasizlar, qo'zlarni bir chekkasini ko'rsatib chiqaman, keyin narxini aytaman. Arziydimi, arzimaydimi? Bir aytib chiqasizlar. Mana bu qo'zlarni qarangizlar. 8 oylik kattasi ham, kichkinasi ham bor. Ko'raverasizlar. Mana 2800 so'mdan savdo bo'ldi. Arziydimi yo'qmi? O'zlaringiz bitta like, bitta baholab ketasizlar-chi. Like va podpiska esdan chiqmasin. Bundan nazar kontaktlar bizning kanalda bo'ladi. Shoshilib qolasizlar, bozor narxi avjida zo'r ketyapti. Bozor qaysi kun bo'ladi degan akalar uchun bu video bo'lyapti. Shanba bozor kun savdo bo'ladi. Assalomu alaykum. Mana biznesmen akalar. Ko'ringizlar, qo'zlarni zo'rlardan ketdi. Bitta ko'rsatamiz. Necha pul savdo bo'ldi aka? Qancha savdoshi? Ha? Ha. 2200 so'mdan so'rayotgan ekan. Egasi 2,5 ming deyapti. Mana ko'rasizlar, arziydimi, arzimaydimi? O'zlaringiz bir fikr bildirib ketasizlar-chi. Qo'y qilaman degan akalar qamisizlar. Bu video siz uchun bo'ladi. Sog'liq qo'ylar kelib boshlabdi bozorimizga. Ko'rishlaringiz mumkin. 3,5 mingga ham bor ekan, 3 mingga ham bor, 3800 ga ham bor. Ko'rib, bozorda ichini ko'rib savdo qilasizlar, kelingizlar. Naslga qo'shqor izlagan akalar, mana bu video sizlar uchun bo'ladi. Ko'ringizlar, cho'pon akalar, bir baho beringizlar-chi. 4 tasi 10 ming so'mdan savdo bo'libdi, 3 tasi 7 ming so'mdan. Ko'rib baho beringizlar-chi, arziydimi yo'qmi? Qo'shqorlarni ko'ringizlar-chi naslga. Sara qo'chqorlar. Dollarda 1100 dollardan chiqadi. 10 ming so'm deganimiz, 8 ming so'm deganimiz 900 dollar, 920 dollarga to'g'ri keladi. Va 7 ming dediga 7 ming videoga yozib qo'yaman 7 ming qancha dollar bo'lishini. Assalomu alaykum. Ahli podpischiklar, aka-ukalar, aziz patishlar. Sog'liqlarimiz savdo bo'lyapti. 3,5 ming so'm savdo bo'ladi yana. Ko'rishlaringiz mumkin. 54 ta bu yerda. Shu narxga arziydimi, arzimaydimi? Yoshi ham bor, qarisi ham, kattasi ham, kichkinasi ham hammasi aralash bir joyda optim savdo bo'ladi. Ko'rib o'zingiz baho beringizlar. Hisora qo'ylar. 3150 so'mdan berilmadi. Alaykum ahli podpischiklar. Ko'rasizlar, o'zlaringiz bir baho berib qo'yasizlar, keyin kommentariyaga yozasizlar, обязательно. Sog'liqlarga dori. Sog'liqlar zo'r. Sog'liq olaman deganlar bo'lsa aloqaga chiqsin, topib izlab nima qilib beramiz akalar. Sog'liq so'ragan akalar bor edi. Assalomu alaykum akalar. Savdo bo'lgan qo'shqorlar. 2975 so'mdan savdo bo'ldi. O'zlaringiz ko'ringizlar. 122 ta. Men 20 ta qadar bir mashina katta mashinada kelgan. Qo'zlar ham dahshat katta qo'zlar. Men qo'zg'alar ko'ryapsizmi? Dahshatli. Cho'pon akalar arzon bo'ldimi, qimmatmi bu aytingizlar-chi? Mana bular ham bor. Ichida kattasi, maydasi hammasidan bor. Ko'rasizlar. Kechasi bo'lsa ham biz sizlar uchun xizmatda.
Yana sotiladigan qo'ylar bo'lsa, biz video qilib internetga joylaymiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. 11 ta qo'chqorlar. Qo'chqorlarni ko'rasizlar, qo'chqorlar zo'ri. Yaqindan ko'rsatay sizlarga. Bu bo'yin balandligini ko'ryapsizlarmi? 95 dan kam emas. Balandligi. Bularni qarangizlar. Ko'rasizlar, dam olasizlar, to'lning zo'rini olasizlar. Bitta like bossangiz, undan ham zo'r bo'lib ketadi. Ko'rasizlar, bitta like bosmasangiz bo'lmaydi. Narxlari va video nomerlarini qo'yamiz. Oladiganlar bo'lsa 13 ming so'mdan. Muomalasi bor yana. Bir joyga oladigan bo'lsa, cho'tka narxda qilib beramiz. Nomerlar video tagida bo'ladi. Ko'rasizlar, dahshatli. 13 ming so'mga arziydimi, yo'qmi? Ahbatchilar o'zlaringiz bir aytingizlar-chi. Dumbasini ko'ramizlar. Shuning dumbasi chiroyli ekan, menga yoqdi. Cho'pon akalar, u kommentariyaga bosingizlar-chi, kommentariya. Qanday sanay deb salom beryapti, ko'ryapsizmi? Gap yo'q, bitta like, bitta podpiska esdan chiqmasin, afzal deyman. Qo'chqorlar shunday bombalari bizda kanalda bo'ladi, like, podpiska esdan chiqmasin. Nomeri video tagida bo'ladi, video cho'zilib ketdi. Mana qo'zlar savdo bo'ldi, barqa qo'zlar. 2400 so'mdan. Bozor avjida. Ko'rasizlar, zo'r. Buni qo'chqarning zo'rligini qarangizlar, kattaligini. Qo'chqarimisan, qo'chqarlar borda bu yerda. Bu kecha ko'rsatgan qo'chqarlar bular, 13 ming so'mlik. Kunduzi ko'rinishi. Nomeri video tagida qo'yilgan, shu qo'yinglar. Qo'chqorlar, qo'zlar 165 ta. 2600 so'mdan deyapti. O'zlaringiz ko'rasizlar, baho berasizlar, bitta like esdan chiqmasin afzalmi? Qo'chqorlar arziydimi, yo'qmi, o'zlaringiz baho berasizlar. Unda yoshlardan bor, kattalari ham bor ekan. Buni qarangizlar. Arziydimi, yo'qmi, 2600 so'mdan. Kattaligini. Bir 65 ta. Savdo va qo'zlar. 45 ta. $2400 so'mdan savdo bo'ldi. Hurmat bozori kechasi ko'rinishini ko'rsatamiz sizlarga. Bitta like bosmasangiz bo'lmaydi, videoni oxirigacha ko'ring lekin. Gap yo'q. Sog'liq so'raganlarga, sog'liq so'ragan akalar, sog'liqlar ketdi. Sog'liqlar serob. Aloqa chiqsarangiz beradi. Mana sog'liqlari zo'rlari mana. Serka deysizmi, barra qo'zi deysizmi, qo'shqarga qo'yadigan qo'zi deysizmi? Qo'ylar deysizmi, hammasidan bor. Mana. Bitta like bosasizlar lekin. Chansimi aka? Yomon syomkachi bo'lib ketdinglar. Syomka qilib turay.